Assalomu alaykum. Sizlarni bugun yaqinda paydo bo'lgan zamonning rivojlanishi tufayli paydo bo'lgan, vujudga kelgan yangi kasallik bilan tanishtirmoqchiman. Afsuski bu kasallik ham O'zbekistonga kirib keldi va kasallanish boshlandi. Bu qanday kasallik? Hayron bo'layotgan bo'lsangiz kerak. Keyin bir chetdan sekin tushuntiraman. Я уже не знаю, что с ним делать, помогите! Я не хотела больше играть в Brawl Stars, верни мой телефон! Мама, я хочу играть в Real Stars и зарабатывать! Господи, успокойся, пожалуйста! Телефон отдай! Погнали. Телефон отдай! Пошла села на него. Нет! Отдай телефон! Пошла села. Пошла села. Отдай телефон! Отдай! Быстрее считай. Если ты не идешь, не А это не телефон! Если ты не идешь, не садишься на диван, то телефон летит об стенку. Я сейчас убью. O'ldirmoqchi, men seni o'ldiraman deyapti. Телефон там контакт. Если ты не идешь, Mixmi nimadir oldi qo'liga. телефон сейчас об стенку разбивается. Пошла села на Я сейчас него. убью, ты меня Пошла- понял? пош- Ты меня понял? В Китае есть лагерь для людей. Зависит от telefona. Xitoyda telefonga qaram bo'lgan odamlarni davolaydigan lager bor ekan. O'shani ko'rsatyapti qozog'istonlik ayol. Век искусственного интеллекта, вот эта цифровизация. Вчера слышали? Qozog'istonda ham bu unaqangi telefon igromaniya degan kasallikda bu mana shu kasallikka uchragan bola bor. Uchradi shu mana 16 yoshli bola Oktyabr shahrida onasi bilan buvisiga kechqurun 11-sinf bolasi hujum qilgan. Mana shu telefon orqasidan. Мальчик 16 Телефон лет sabab. зарезал маму насмерть и бабушку порезал из-за того, что у него забрали телефон. Ну, люди, ну что творится, что творится? Ну, пожалуйста, займите своими детьми. Вот в Америке такое было, да, разгромил дом. И теперь в Казахстане это происходит. Ну что такое? Ну давайте заниматься воспитанием детей. Давайте ограничивать им эти гаджеты. Cheklaylik bolani tarbiyasida mana shu gadjetlardan ограничение qo'yildi, ya'ni nazoratga olish Ну это же уже so'rayapti. американский период. Ограничение qo'yish so'rayapti. Когда уже человек ничего не стоит, ну люди с ума сходят уже дети. Mana 3 tani ko'rdik. Endi sizlar aytishlar mumkin, bu chet davlatlarda bizada yo'q deyishlar mumkin. To'g'ri, hozirgi kunda bizada ota-onasiga hujum qilgan bola hali uchramadi. Lekin yomonrog'i bor. Eshityapsizlar noshini deydimi? Bu sog'lom bola mana. Hamma joy but-butun, sog'lom bola, faqat kasal. Psixologik kasal bo'lgan. Qaram, telefonga qaram bo'lgan. Shunga necha soat telefon o'ynayapti? Mavzusini, nimasini qaltirab qo'yapti. Ko'rasizlarmi, qo'liga tegsa, qo'liga telefon olib qo'yaman desa, qo'lini tortib tashyapti. Mana qaranglar-da. Qaltirab qo'yapti. Faqat musiqa eshitadi. Bu kasallik mana bizga ham kirib keldi. Bismillah deb bilan kirib keldi bu kasallik. Endi bunaqangi telefonga qaram bo'layotgan bolalar juda ko'p. Hali kuchli kasallanmaganda, men o'zim
mana shu maktabga borish, kelishimni yo'lda ko'raman. Ko'p bola mana shunday telefonga berilib ketgan, mana shunday telefonga berilib ketadi. Hattoki yo'lidagi odamga salom bermaydi, o'tib ketadi. O'zim nechta o'quvchilar o'tib ketadi, salom bermaydi. Mana shu telefon kasallik. Faqat shunga qaraydi. Qo'lda bu narsa bo'lsa, faqat shunga qaraydi. Kasal bo'lyapti bolalar. Ular hali misol uchun agar nobod, endi bilmayman nechta bosqichdan iborat bu kasallik, 1, 2, 3, 4 bir bosqichi bo'lsa kerak. Bizdagilar hali boshlang'ich bosqichida. Mana bunaqalar bu necha yildan beri, bolalikdan beri bu telefonga qaram. Ijtimoiy tarmoqlar bu haqda ovoz gapirishni boshladi. Mana Avstraliyada bolalarga ijtimoiy tarmoqlardan foydalanish cheklandi. Nega deb Avstraliyada cheklandi. Ko'p Instagram, TikTok, Facebooklar cheklandi. Mana shu naqaga kirib, Kun.uzda yozinglar, Avstraliyada bolalar ijtimoiy tarmoq foydalanish cheklandi. Nega? Kun.uz chiqargan buni. Buni kirib, Kun.uzga kirib to'liq ko'rishingiz mumkin. Yaqinda mana kecha ham Kun.uz chiqardi. Bolani tarmoqlardan asrash, bu ish beradimi deb ham yana bitta video chiqardi. Kun.uzda ikkita video chiqdi. Bu kasallik haqida O'zbekistonning matbuotlari ham endi buyog'iga aytishni boshladi. Chunki bu kasallik O'zbekistonga ham xavf soldi va O'zbekistonda ham kasalxonalar sekin-asta ochila boshladi. Xo'sh, endi Igramaniya yoki Ludomaniya deb internetga, YouTube'ga yozsanglar, bu haqida sizlarga juda ko'p rus tilida, ingliz tilida ma'lumotlar juda ko'p. Endi ingliz tilida qanday bilmadim, lekin rus tilida Ludomaniya desanglar, bu kasallik haqida ancha ma'lumotga ega bo'lasizlar. Igramaniya bu telefonga qaramlik kasalligi. Igramaniya o'z-o'zini yo'q qilish. Odam miyasini yo'q qiladi. Tamom, odam miyasi ishlamagandan keyin u misol uchun xuddi telefonga o'xshagan, mana telefonni programmasi ishlamasa, ya'ni dasturi ishlamasa, u bir musorga aylangan kabi, insonning miyasi ishlamasa, u odam emas-da u. Chunki hayvondan foydalanish mumkin. U hayvonni so'yib go'shtni yeyish mumkin yoki bu narsa qilish mumkin. Lekin odam miyasi ishlamasa, uni hech nimaga kerak yo'q, yaroqsiz holatga keladi. O'z-o'zini yo'q qiladi. Igramaniya ruhiy kasallik. Hozir ko'rsatdim videoda. Igramaniya oxiri o'limga olib keladi. Igramaniya, ya'ni oxiri o'limga olib keladi. Bu nima? Asosan hozir igramaniya kasalligiga chalinganlar A1xBet bilan PUBG o'ynashyapti. Hozirgi kunda shunday. Va mana shu o'yinning orqasidan pul ishlayman deb o'zini o'zi o'ldirayotganlar bor. PUBG o'ynab o'zini hayotini kuniga kamida 5-6 soat ota-ona ishda bo'ladi. Ota-ona ishda bo'lgan paytda bola nima qiladi? Kitob o'qish kerak yoki uy ishlarini qilish kerak. Yo'q, ular kitob ham o'qiydi, faqat mana shu o'yin. Maktabga borganda ham faqat telefon. Mana shu ikkita o'yinga asosan chalinishyapti. A1xBet bilan PUBG ga. Igramaniya oxiri o'limga olib keladi. Aniq o'limga olib keladi. Buni kelib chiqish sabablari: ota-ona tomonidan telefon olib berish va nazoratga qilmaslik. Ota-onalar bilan gaplashamiz. Biz ustoz sifatida ota-ona aytadi, "Men bolamni ishdaman, er-xotin ishdamiz, biz bolam bilan har doim xabardor bo'lib turishimiz kerak, qayerda nima xavotir olamiz" deb sensorli telefon olib beradi. Xudo xayridan bergular, sensorli telefonimiz knopkali olib bersanglar ham bo'ladi-yu, knopkaligi ham alo qilsa bo'ladi-yu. Sensorli telefon olib berib, ota-ona o'zini bolasini kelajagiga mana shunday to'siq qo'yib qo'yapti. To'siq. Bu eng kami bir $200 tursa kerak telefon. $200 telefon olib berguncha o'sha $200 pulni repetitorga pul bermaydi. Lekin telefon olib beradi. Repetitorga pul bersa, pul yo'q, unga qayerdan pul topamiz? O'qib turaversin. Repetitorga pul tikmaydi, lekin telefonga pul bor. Telefonga pul bor. Repetitorga yo'q, ilmga yo'q, o'yinga bor. Ya'ni bolasini o'zi xarob qilyapti ota-onalar. Sensor telefon olib berib, bolasini agar necha soat faoliyat mashinaga o'tirayotganini, ichida nima borligini nazorat qilmayaptimi? Demak, u ota-ona bolasini o'zi xarob qilyapti. O'z bolasini qotili, kelajagini qotili bo'lyapti. Ikkinchisi, ota-ona va o'z o'qishini nazorat qilmaslik. Ota-ona bolani nazorat qilmaydi.
bolani nazorat qilmaydi va o'z o'qishini, bola ham o'z o'qishini nazorat qilmaslik. Ota-ona farzandini o'qishini nazorat qilmaydi. Kundalik komga kirib baholaring necha bo'lyapti? Qani dars qoldiryapsanmi, yo'qmi, nazorat qilmaydi. Natijada nazoratsiz bo'lgandan keyin bola xohlagan ishni qiladi. Nima qiladi? O'yin o'ynaydi-da. Farzandining do'stlarini bilmaslik keyingi sabablardan biri. Farzandi kim? Endi qaranglar-da. Bo'rini o'rtog'i bo'ri, sherniki sher bo'ladi degandek. O'qimishli bolani o'rtoqlari ham o'ziga o'xshagan o'qimishli bolalar, qizlar bo'ladi. Ana PUBG o'ynaydigan bolalarning o'rtoqlari albatta PUBGchilar bo'ladi-da. Ya'ni sen yana bir gap bor-ku, sen do'sting kimligini ayt, men sening kimligingni aytaman deb. Uchun bolalarning do'stlari kimlar bilan do'stlashyapti ular? U nazoratga olishga. Ana shu ota-ona farzandini krugini, ya'ni do'stlarini nazoratga olmasa ekan, albatta bolani yo'qotadi. Keyin kundalik rejasiz va maqsadsiz hayot. O'quvchilarning kundalik rejasi yo'q. Ya'ni ota-ona tomonidan reja tuzib berish kerak bolaga. U bola nimani bilan? Dushanba kuni erta maktabga borasan, maktabdan chiqding, falon joyga borasan, falon maktabdan chiqding, uyga kelasan, ovqatlanasan, ovqatlangandan keyin darsingni qilasan deb bir kunda 24 soatini kunlik reja qilib berish kerak. Bir kunda 24 soat, bir haftada 7 kun, bir yillik kerak bo'lsa rejasini tuzib berish kerak bo'ladi. Va maqsadsiz hayot. Maqsadi yo'q bolalarning. 5-6 ni gapirasizlar, 11-sinf bolalarning ham 70-80% maqsadi yo'q. Biznesmen bo'ladi qo'y. Biznesmen bo'ladi, bloger bo'larmish. Biznesmen bo'larmish. So'raylar, savol javob qilinglar. Ayrimlar bilmaydi ham kim bo'lishini. Otam bor, onam bor, boqib oladi deydi bir ikkitasi. Bilmaydi, zombi bo'lib qo'ygan, manqurt bo'lib qolishgan. Maqsadsiz hayot va kunlik rejasiz yashash albatta yana ana shu telefon qaramligiga olib keladi. Bola bo'sh bo'lsa nima qiladi? Shu telefon o'ynaydi, yo sigaret chekadi, yo nos chekishni o'rganyapti-da, yoki telefon o'ynayapti. Yoki kirib kompyuter xonalariga o'yin o'ynayapti. Rejasiz hayot, maqsadsiz hayot, rejasiz kunlar, maqsadsiz hayot albatta shunaqangi bolani tarbiya qilib qo'yadi. Va ota-ona bolasini tinglamaslik. Ota-onalar o'rtasida ota-ona va farzand o'rtasida kontakt, bog'liq unaqa kontakt, suhbat yo'q. Ota-ona ishdan charchab keladi, "Bor, darsingni qil" deydi. Bola bilan eshitmaydi. Biz ustoz sifatida ayrim o'quvchilar bizni eshitamiz. Ota-ona eshitmaydi. Aytadi o'zi bolalar. Ota-onam eshitmaydi meni deydi. Men ota-onam kerak emasman, ustoz deydi. Ota-onam eshitmaydi meni deydi. Biz eshitishga majbur bo'lamiz keyin ular. Inson o'laroq eshitamiz uni. Qo'ldan kelgan maslahatni beramiz. Nahotki ota-ona bolasini eshita olmaydi. Ana shu eshitmaslik orqali u bor dardini nima qiladi? Ana shu o'yinlarga, bir nima ijtimoiy tarmoqlarga kirib, shortslar ko'rib, bir nimalar qilib o'tkazib yuboradi. Unga do'st kerak. Qalban yaqin eshitadigan do'st kerak. Unga yo'l ko'rsatadigan, mash'ala bo'ladigan ota-ona kerak. Ana shunaqa bo'la olmayotgan ota-onalarning farzandlari albatta mana shu kasallik bilan chalinadi. Ota-ona bolasini sevmaslik. Ota-onalar bolasini sevish kerak. Endi sevish deganda men iPhone 17 olib berdim. Mana unga uy-joy quryapman, men bolamni sevaman degani emas. Bolaga birinchi o'rinda mehr kerak, e'tibor kerak. Mehr, e'tibor, uni ta'lim tarbiyasiga bo'lgan munosabat. Ya'ni bolam necha baho olding? 4 ol. 4 olsan, mayli yaxshi, lekin 5 olsa yana ham yaxshi bo'ladi, zo'r bo'ladi deb rag'bat, ozgina shirin so'z kerak. Sevgi amalda bo'lishi kerak-da. Uy-joy quryapti, mashina olib, ota-ona unga iPhone 17 olib berib, bu sevgi emas. Ularga hozir u narsa kerak emas. Ularga mehr, muhabbat kerak. Ota-ona farzandini sevishini aytish kerak. Balki sevar. Hamma farzand uchun yashaydi bilaman. Lekin ana shuni aytish kerak. Aytib turishki, bolam seni yaxshi ko'raman. Sen men hayotimsan bolam. Sen borlig'imsan. Va endi ota-onaning o'zining mahoratiga bog'liq-da. Ana shuni aytmaslik orqasidan mana shunaqangi kasalliklar kelib chiqadi.
Yana nima ota-ona bolasini haddan ziyod papalashi. Voy bolam, anaqada ko'chada yurma, issiq uyga kir. Yomg'ir yog'yapti, uyga kir. deb uyga tiqib qo'yamiz. Biron bir ish yurmaymiz. Ish qilmaydi hozirgi bolalar. Dangaza bo'lib ketyapti. Ishlatish kerak, mehnat qilish kerak. Biz yoshligimizda mehnat qilib katta bo'ldik-ku. Mana 4 muchalim sog'lom insonman. Yoshligimda rosa mehnat qilganman. Sog'lomman. Mehnatning orqasidan sog'lomman. Mehnat qilmagan beloruchkalar, naborot, aksincha ular kasal. O'tiraverib, uy ichida o'tiraverib, hozir kunga chiqsa kun urib qo'yadi, qishda sovuqqa chiqsa sovuq urib qo'yadi, kasal bo'lib qoladi. Chiqsin, ko'chaga chiqsin, ishlasin, mehnat qilsin. Hadan tashqari bolam papalab, o'g'il bolalarni ham xotinchalik qilib tarbiyalab yuboryapti ayrim ota-onalar. Endi alomatlari, simptomlari, mana shu kasallikning alomatlari. Bola aldashni boshlaydi. O'qishing qanday o'g'lim, siz zo'r, qizim qanday, siz zo'r o'qishim. Hammasi yaxshi, rahmat. Ota-onani oldida o'zini jinnini yo'q holatda aldashni boshlaydi. Pul o'g'irlaydi yoki ko'p pul so'raydi. Yemasam, ichmasam ana shu PUBG ga ham bir nimalari bor, uni ham bir nimalar sotib oladi. PUBG da, keyin ana ADXBetda ham pul tikishi bor, stavka qo'yishadi. Ko'p pul sarflashni boshlaydi. Ovqat yemaydi, ya'ni o'yinga kirib ketib, ovqat vaqti, yeyish vaqti ham o'tib ketadi. Haddan tashqari o'yinga kirib ketadi. Keyin kamgap bo'lib yolg'izlikni istab qoladi. Yolg'iz bitta xonaga kirib olib, ana shu o'yin o'ynaydigan bo'lib qolar ekan. Keyin o'zini o'zi o'ldirish moyilligi ortadi. Oxiri kasallikning eng yuqori nuqtasiga chiqqanda, o'sha o'yinlardan yutqazib qo'ysa, bo'ldi, tamom. O'zini o'zi o'ldirish darajasiga olib borar ekan. Natijada bizga mana shu kasallik bilan chalinganlar sabrsiz, dangasa, mehrsiz va mehnatga layoqatsiz insonni shakllantirib berar ekan. Qarang, sabr. Mana shu shortsda, YouTube'da ham shorts ko'rasizlar-ku, mana bunday qilib TikTok, Instagramda mana varaqlaysizlar-ku. Sizlarda sabrsizlik, ya'ni 1 minutgacha bo'lgan uni o'rganib qoladi odam. Mana bunaqa kasallik bo'lib qoladi. Sabrsizlikka keltirib chiqadi shu tez-tez ko'raverishlik. Dangasalikka, mehrsizlikka o'rgatadi. Mehnatga layoqatsiz qilib qo'yadi. Kitob o'qish bundan bag'iga har kimning qo'lidan kelmaydi. Kitob o'qish bu buyuk ishga aylanib boraveradi bundan beri yil sayin. Chunki telefon kasalligiga chalinganlar, mana bu telefon kasalligiga chalinganlar kitob o'qish qo'lidan kelmaydi. Ular uchun bu dunyodagi eng qiyin ishga aylanadi kitob o'qish. Kitob o'qish ular uchun eng qiyin ishga aylanadi. Hozir mana bu internetga kirib olay, mana shortslarni ko'ramiz mana. Mana. Mana bunaqa shorts o'qiylik mana. Siz ayolingiz tug'ilgan kunimi? Mana. Shorts to'laysizmi? Mana bunaqa qilib Можно с вами познакомиться? Ну-ка, этот кыргыз единственный. mana bunaqa ko'raverishlik. Sabrsizlikka olib keladi. Kitob o'qish uchun esa juda kuchli sabr kerak odamda. Bitta kitobni o'qish uchun kamida 3 kun, 4 kun, kerak bo'lsa ertadan kechgacha o'tirish kerak. Bu katta kuch talab qiladi, katta sabr, matonat talab qiladi. Kitob o'qish insonni juda kuchli tarbiya qiladi, sabrli qilib katta qiladi, ilmli qiladi. Telefon esa uni g'ir teskarsi. Ilmsiz qiladi, sabrsiz qiladi. Biz farzandlarimizga ana shu narsani beryapmiz. Telefon qo'liga olib berib, ana shu narsaga bolam deyapmiz. Davolash. Buni qanday davolaydi? Buni hozirgi kunda O'zbekistonda ham davolayapti. Qaranglar, Amerikaning 12 bosqichli 6 oyni o'z vaqtiga olgan davolash usuli bor ekan. Amerikada ishlab chiqilgan usul 12 ta bosqichdan iborat, eng kamida 6 oyni tashkil qilar ekan. O'zbekistonda ham Toshkent shahrida 4 ta 5 ta shunaqangi kasalxona ochilibdi hozirgi kunda. Endi bu kasallik hali ommalashib, koronavirusga o'xshab ommalashib ketmadi, lekin yaqin, mana bu hozir 2026-yilning boshi bo'ladigan bo'lsa, mana bu 2030-yillarga borib, taxminan 2030larga borib, butun dunyoda kasalxonalar ommaviy ishlab, bunaqangi kasallarni davolaydigan oddiy mana gripp bo'lamiz, sarx kasal bo'lamiz,
mana shunaqangi kasallikni davolagan kabi davolashadi. Yaqin 3-4 yildan keyin ko'rasizlar. Bizda shunday bo'ladi. Butun dunyoda shunday bo'ladi. Bizda emas, butun dunyoda bo'ladi. Endi nimani tavsiya bera olaman? Maktab o'quvchilariga oddiy knopkali telefon tutishni tavsiya beraman. Maktabni bitirgunga qadar oddiy knopkali telefon tutsin, ota-ona bilan muloqot qilish uchun, bir-birini do'stlarini topish uchun, ustozlar muloqot qilish uchun albatta knopkali telefon. Uyga kelganda mayli ota-onasini kompyuteridan yo bo'lmasa telefon, sensorli telefondan yoki o'zida ham olib beringlar, uyda foydalansin. Chegara bo'lish kerak-da. Masalan, 1 soatmi bir kunda, shunda ham bir oyda 30 soat, ya'ni bir oyda kunning bir kuni faqat telefonga o'tib ketadi agar 1 soatdan bersangiz ham. Foydalansin, faqat cheklov qo'yish kerak-da. Nazorat qila olsangiz bolani 24 soatini telefon, sensorli telefon olib berib, mana bunaqa sensor telefon olib berib nazorat qila olsangiz, albatta olib bering, agar nazoratga ishlay olsangiz. Agar siz nazorat qilish imkoniyatingiz bo'lmasa, oddiy knopkali telefon olib berganingiz yaxshi. Eng yaxshisi shu. Bo'lmasa sizni farzandingiz ham shunaqa kasallikka uchrab, Amerikani 12 boqishli davolash uslubidan foydalanishga bir kun kelib majbur bo'lib qoladi. Kamida 6 oy davolanib chiqishga majbur bo'ladi. O'zbekistonda ham bunaqa kasalxonalar ochilgan. Shuning uchun biz ota-onalar qattiq farzand tarbiyasiga e'tibor berishimiz kerak. Yo farzandimizni o'zimiz bilan birga tarbiya qilib, elimiz, yurtimiz, o'zimizga, vatanimizga xizmat qiladigan haqiqiy yigit-qiz qilib katta qilamiz. Yo bo'lmasa, mana bu bizga o'zi istagandek katta qilib beradi. Yo biz ota-ona katta qilishimiz kerak, yoki mana bu telefon bizga katta qilib beradi. Xulosa, o'zingizlardan xohlasanglar telefon sizlarni ijtimoiy tarmoqlar farzandinglarni tarbiya qilib bersin yoki o'zingiz tarbiya qiling. Oldimizda ikkita yo'l bor. Yo gadjetlar tarbiya qilib bersin, ijtimoiy tarmoqlar bilan, ani betayin vaynerlar bilan birgalikda, yoki o'zimiz tarbiya qilaylik. Xulosa o'zingizdan.